Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib turgan mehmonlar. Bugun sizlar bilan birga namate va turshiydan juda ham foydali, mazalari zo'r bo'lib chiqadigan, yozni issiq kunda maza qilib ishlangan salqin ichimlikni, uri sharbatini turshiydan tayyorlaymiz birgalikda. Qani bo'lmasa boshladik. Bizga kerak bo'ladi uri turshiyidan 250 gram, quritilgan namatedan 250 gram va 400 gram novat kerak bo'ladi. Hozir turshiy bilan namateni yaxshilab yuvib kastrulkamizga solamiz. Mana idishimizga namatemizni soldik. Endi buni ustidan turshiylarni solamiz. Mana turshiylarni ham soldik. Endi ustidan kastrulkamizni to'ldirib suv solamiz. Kastrulkamizni 6,5 litr. Mana idishimizni to'ldirib suv soldik. Endi qaynab chiqishini kutamiz. Mana qaynab chiqdi. Endi pasaytirib qo'yamiz. Yarim soat qaynashi kerak. Mana shunaqa qaynab turadi. Yarim soat. Mana oradan yarim soat o'tdi. Suv ozgina kamaygan. Endi bunga novat solib, yana 10 minut qaynatamiz. Mana urilar ham shunaqa chiroyli bo'lib, kattagina bo'ldi. Mana endi novat solamiz. Mana gazimizni balon qildik. Endi qaynashini kutamiz. Novatni o'rniga shakar solsa ham bo'ladi. 400 gram. Mana qaynab chiqdi. Endi 10 minut qaynatamiz. Pasaytirib qo'ydik. 10 minutdan keyin o'chiramiz. Mana 10 minut o'tdi. Endi o'chirib qo'yamiz. Mana o'chirib qo'ydik. Endi bo'lsa idishimizni qopqog'ini yopib 4 soat 5 soatga dimlab qo'yamiz. Shunda hamma namate, urilarni masalari yana ham chiqadi. Sharbatimiz juda ham zo'r bo'lib tayyor bo'ladi. Mana idishimizni qopqog'ini yopib qo'ydik. Endi 4 soat 5 soatdan keyin ochamiz. Uri sharbatimiz 5 soat turdi. Qopqog'idan ochib, endi buni sitadan o'tkazib olamiz. Mana grafinimizga sitdan qo'ydik. Endi buni ustidan marli 2 qavat marli qo'yamiz. Chunki bunga namate solganmiz, o'sha yaxshilab tiniq bo'lib chiqishi uchun marli ham ustidan qo'yib olamiz sitdan. Mana sitdan ustidan marli ham qo'yib oldik. Endi sharbatimizni o'tkazamiz. Mana sitadan o'tkazib oldik. Ranglari shunaqa chiroyli chiqqan, mazalari ham zo'r bo'lgan. Mana qolgani turshiylari bu yerda qoldi. Juda mazalar zo'r bo'lgan. Endi buni xolodilnikka qo'yib, muzdek qilib, mazza qilib, shunaqa issiq kunlarda ichishimiz mumkin. Yurak uchun ham juda ham foydali, immunitetni zo'r ko'taradigan salqin ichimlik. Mana stakanlarga ham quyib oldik. Ranglari ham shunaqa juda ham chiroyli chiqqan. Bunaqa qorayib ketmagan ranglar, shunaqa tiniq chiroyli bo'lib chiqqan. Mazalari ham zo'r. Tavsiya qilaman, qilib ko'ringlar. Albatta sizlarga ham yoqadi. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Fikringlarni kommentariyada kutib qolaman. Yana yangi videolarda uchrashguncha.